Erini norozi qilgan ayol jannatga kirmaydi. Xotinini norozi qilgancha любой joyga kirib ketadi. Yozib qo'yilganmi? Seni xotining rozi qilsa jannatga kiradi, bo'lmasa kirmaydi. Lekin sen xohlagan ishingni qilavergan, xohlagan joyingga bor, xohlagan kayfingni qil. Xotiningni himoya qilishing, boqishing, aylantirishing, ko'ngliga qarashing, baxtlimisan deb so'rashing, gohida o'tirib suhbatlashishing, uni xohishini, istaklarini inobatga olishing, kerak bo'lsa o'z yaqinlaringni himoya qilishing kerak deyilmaganmi? Siz yuravering, siz любой joyga kirib ketasiz. Siz erkaksiz, o'shancha sizga jannat eshiklari ochiq. Ayol kishi sizni rozi qilmasa jannatga kirmaydi lekin deyilganmi? Jannat onalar oyog'ini ostida, erkaklarda emas, lekin joyi keladi onasini uyiga ko'rishga ruxsat bermaydigan erkaklarimiz bor. Sizlar qayerga kirasizlar? Qayerga? Xotiningdan meni rozi qil demay, men seni rozi qildimmi deb gohida so'rab ham qo'yinglar, hurmatli erkaklar.